Bobo kalonimiz Alisher Navoiy haqida qanday faktlarga egasiz? Turkiy tilda Alisher Navoiy fors tilida foniy taxallusi bilan ijod qilgani haqida xabaringiz bormi? Masalan, 2009-yilda Merkuriyadagi krater Alisher Navoiy sharafiga nomlanganligi haqida eshitganmidingiz? Alisher Navoiy Merkuriy sayyorasini egallabgina qolmasdan, dunyoning yirik shaharlaridan O'sh, Boku, Shanxay, Moskva va Ashxobod shaharlari qolaversa, Yaponiya mamlakatlarida haykallar o'rnatilgan. Biz Alisher Navoiy tavalludi munosabati bilan so'rovnoma olib boryapmiz. Bizga bitta fakt ayta olasizmi Alisher Navoiy haqida? Uning xamsa asari 5 ta asardan tashkil topgan. Bu asarning birinchi qismida Hayratul Abrorda assalomu alaykum, ya'ni boshlanish bilan eng oxirida Iskandar Zoqlanlar haqidagi asarda eng oxirgi sahifasi tugash, ya'ni bu asar 5 ta alohida asar bo'lishiga qaramasdan birinchi va 5-chi asarlarni hammasi bitta ekanligini, ya'ni hamsa bitta asar sifatida ekanligini isbotlab beradi. Alisher Navoiy 1441-yil Xorotda tug'ilgan. Uning otasi G'iyosiddin kichkina bo'lgan va u yoshligida bilimga chanqoq va tirishqoq bo'lgan. Alisher Navoiy o'zining Lison-ut-Tayr kitobini Fariduddin Attorning Mantiq-ut-Tayr kitobidan ilhomlangan holda yozgan. Bosh muhrdor lavozimga tayinlangan. Ushbu lavozim egasi eng yuqori farmonlarga, eng yuqoriga imzo qo'yishga muhr bosish huquqiga ega bo'lgan, lekin Navoiy kamtarlik qilib eng oxiriga muhr qo'ya boshlagan va shu tariqa muhr qarorning eng pastiga qo'yilishi urfga kirib ketilgan degan qarashlar ham bor. Alisher Navoiy hayoti davomida bir qizga oshiq bo'ladi. Uni ismini Guli deb manbalarda keltiradi, lekin u qiz majoziy ma'noda yaratilgan obraz hisoblanadi. Ya'ni Alisher Navoiyning otasi G'iyosiddin hech qanaqa biddiyatlarga ishonmaydigan, xurofotlardan yiroq inson sifatida tanilgan. Buyuk bobo kalonimiz xamsa asarini yozadi, 5 ta dostondan iborat bo'lgan. Alisher Navoiy bobomiz haqida ajoyib faktlarni bildik. Sizlar qanday ma'lumotga egasiz?